Selamlar. Selamlar. Bugün sizlerle oynayacağım. Yanuşa Steve. Bugün sizler koşmakla bakıp gelişimiz gerek. Biz oynuyorlar. Şöyle yok varamız. Yok varamız. Endi bizler bir olsa çalışmamız gerek. Sağ olun. Yaxshimisiz? Ha, yaxshiman, nimaga? Men qo'shniqchilik do'stimni ko'rgani bo'lib qaytmoqchi edim. Ruxsat berasizmi? Ishlaringni qilib bo'lgandan keyin borib qaytishing mumkin. Ertaga bor. Hozir kim yotyapti? To'g'ri, kim yotyapti? Ruxsat berasizmi? Ha, borib kelaman. Rahmat, janob mer. Endi do'stimning uyiga borib qaytaman. Endi men qilichimni olib olaman. Shepkamni olaman. Keyin bitta non olib olaman. Buni boshimga kiyamanda ketdim qo'shniqchilikqa bolalar. Qo'shniqchilik qilishda bu yoqda edi. Endi men ketdim bolalar. Borib qaytgandan keyin kamerani yoqaman. 2 kun do'stim uyda bo'ldim. Qornim ochib ketdi. Do'stimning uyida 2 kun bo'ldim. Qishloqqa ham kelmadim. Do'stim shaharga rozon ketgan ekan-da. Men qishloqqa ham yetib keldim. Hozir endi o'zimni tayyorlab olsam, keyin ishga chiqaman. Keyin yotib biroz dam olib olarman. Janob mer. Hey, janob mer, vahshim. Janob mer, to'xtang. Sotuvchi brat, to'xtang, sotuvchi brat. Salom, sotuvchi brat. Qalaysan? Nega? Steve, qalaysan? Yaxshi, qishlog'imiz cho'ti. Ne ko'rinmaydi? Niko? Ha, Niko boshqa qishloqqa ketib qoldi. Necha qishloqqa ketdi? 97-qishloqqa ketib qoldi. Endi u qaytib kelmas ekan. Sen bitta o'z yashar ekansan. Nima qilaman endi? Kallangizga oyog'imsiz sotuvchi bratni. Men nimaga uryapsan? Xo'janim, men aytib beraman. Kechiring. Yo'qlar, ko'rdinglarmi bola? Janob mer uyiniga borib qaytishim kerak. Mer keldi. Nimaga shu yoqda bo'ldi? Ishlaring qolib ketdi-ku. Kechirasiz, Niko nimaga ketib qoldi? Niko uylarga ketib qoldi. Shunaqa deydi. Xo'p, janob mer. Endi kirib turasizmi? Sandiqqa solaman. Buni solib. Ana menga hech kim xabar yozmabdi. Nikodan xabar ketdi. Xabar bosibdi. Do'stim, qayerdasan? Qishloqdaman.
Qishloqdaman. Bayraming bilan tabriklayman. Rahmat, sening ham bayraming bilan tabriklayman. Eshik ochiq turibdimi? Isolada bo'lsam kecha eshigimni video ko'rganimda kecha eshigimni ilgandim. Yuvalay. Yo'q. Nimaga eshigimni chiqib qolibdi? Endi o'zimni tozalab olsam. Qo'shnimga yordam beraman. Narsa so'radim. Kechiring, bitta basharadim. O'zingga. Sabzini o'zingga qolaman. Lan yigit bo'lmaydi. Mer bularga o'zay tarasa bular ega dedi. Ana mana yerga kirib ketmoqchi bo'ldim. Endi biroz uxlab olaman. Yaxshi. Ozgina kompyuter o'ynayman. Ishlarim bor, sizlarga video chiqaraman. Vallahi tezroq ko'ringlar. Agar pastda qizil knopka bor, agar obuna bo'lsangiz, pastda qizil knopka bor, obuna bo'lib qo'ying. Iltimos, biz sizlarcha shuncha kontent chiqarib YouTube'ga video qo'yyapmiz. Iltimos, videomizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Agar 1 bo'lsam, obunachilarim orasidan omadlilarini tanlab olib o'shalarga pul beraman. O'shalarga 5000 so'mdan pul taqataman. Boshlaymiz. Qo'limdagi narsalar o'smabdi. Salom jitellar. Salom Steve. Yurda nima qilyapsizlar? Seni kecha besha qilganda shu sana aytgani keluvdim. Mer? Ha, seni besha qilyapti. Bor yo'liga. Xo'p, boraman.
E? Kaçay. Mer. Mer. Salam aleyküm. Nasılsın Steve? Yaxshi. Men chaqirtirgan ekansiz? Ha, sen chaqirtirganman. Menga to'shak berish kerak. Qancha? 30 topga sang yetadi. 30 topga xo'pmi? 30 ta? Stakmi? Yo'q. Xo'p, hozir qildim. Faqat tezroq kelgin, xo'pmi? Xo'p. Ishga yopib ket. Uyimdan kepkamni olaman. Endi shaxtaga ketdik. Shaxta bu yoqda bo'lsa kerak. Mana bizdan altimiz shaxtamiz bor. Unutuluvmi? Temirlarni olib olamiz. Ortiqcha temir xalaq qilmaydi. Ko'mir ham bor ekan juda.